Agar sizni ham farzandingizni burni doimiy bitib yurgan bo'lsa, uni yuz tuzilishiga ahamiyatliroq bo'ling. Bu rasmdagi bolani adenoidное лицо deb ataymiz. Adenoidное лицо bolani burni doimiy bitib yurganini hisobiga kelib chiqishi mumkin. Bunda yuz tuzilishlarini juda ham o'zgarib ketishini kuzatamiz. Pastki jag' oldinga yoki orqaga kirib ketadi. Natijada til tepa tanglayni bosib turmaganini hisobiga og'iz bo'shlig'i ham kengayib ketishi mumkin. Tishlari o'zgarib ketadi. Tepa jag' tishlari oldinga qarab chiqib ketadi. Burnida ham o'zgarishlar ro'y berishi mumkin. Ko'zlarining tegi qorayishi, ko'zlarida emotsiya yo'qolishi mumkin. Agar sizni ham farzandingizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, uni albatta tekshirtiring. Adenoidное лицо faqatgina adenoidi bor bolada emas, allergik riniti bor bolada ham kuzatiladi. Shuning uchun albatta allergolog ko'rigiga ham olib keling.